Assalomu alaykum. Arab tilidagi harflarni o'rganishni davom ettiramiz. Bugungi darsimizda 3 ta s harfini ko'rib o'tamiz. Va video oxirida mana bunday ko'rinishdagi harflarning maxrajlarini ko'rib o'tamiz, ya'ni bir-biridan ajratish uchun. Avval harflarni o'qib tanishib chiqamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Allohumma solli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Sin harfi. Sa, si, su. Sa, si, su. Bas, bas, bas. Sin harfi sukunga kelganda ozgina mana shunday sirg'alish beriladi. Sam, sam, sam. Sir, sir, sir. Sin, sin, sin. Sil, sil, sil. Safar, safar, safar. Saqor, saqor, saqor. سبق سبق سبق. سلف سلف سلف. سمك سمك سمك. فرس فرس فرس. مسلك مسلك مسلك. مسكن مسكن مسكن. مسلم مسلم مسلم. مسرف 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 مسرف. سمسم سمسم سمسم. أسلم أسلم أسلم. يسلم يسلم يسلم. استيسر استيسر استيسر. يستيسر يستيسر يستيسر. Fa harfi. Bu chuchuk s deb o'rgatiladi bizda. Ya'ni bunda til uchi mana shu ikki oldingi tishlardan ozgina chiqishi hisobiga hosil bo'ladi. Ya'ni bizdagi chuchuk s. Ya'ni odamlarni uchratib qolamiz, bir xil odamlar bizdagi s harfini o'rniga mana shunday s ishlatishadi. Ana o'sha s harfi. Fa fa fi su. Fa fi su. Bas bas bas. Bunda ham ozgina sukunga kelganda sirg'aluvchilik sifati bo'ladi. Febe febe febe. Fam fam fam. Fin fin fin. ثمر ثمر ثمر. ثمن ثمن ثمن. ثور ثور ثور. Ana shuni savaru o'qimaydi. Ya'ni vav harfiga qalqala tushmasin. Savru
ثور ثوب 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 ثيب 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 مثل 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 كوثر 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 أكثر 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 يكثر 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 أثبت 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 يثبت 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 استكثر e'tibor beramiz. Birinchisi sin, ikkinchisi sa. استكثر 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 يستكثر 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 استثقل 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 يستثقل 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 oxirida sin va sa harflarini farqlari bilan berilgan. Samar 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 sabatu 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 salsu 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 صاد حرف صا صي صو صا صي صو صاد harfi u sin harfini nisbatan yo'g'onrog'i, kattarog'i deb tushuntirish uchun aytaman. Lekin aslida bu uchalasi ham boshqa harflar. So'z ichida kelsa, bularning o'rnini almashtirish ma'noni o'zgartiradi. Shuning uchun ayniqsa bu Qur'on o'qilinayotgan turgan paytda juda ham e'tiborli bo'linishi kerak. Harflarda o'zini joyidan chiqarilishi, o'zini holati bilan o'qilishi kerak. So'zlashuvda juda katta muhim ahamiyatga ega emas. Ya'ni sizni gaplashayotganda sizni u odam tushunsa bo'ldi, muhimi shu. Lekin Qur'on o'qishda unday emas. O'qishni boshlaymiz. Sum 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 soif 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 fas 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 صرف 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 صبر 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 بصر 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 قصب 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 نصر 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 ينصر 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 استبصر 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 يستبصر 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 Bu yerda sin va sof harflarini farqlari. Safar safar safar
safar, sayfu, soyfu, sayfu, soyfu, intasaba, 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 intasaba. Harflar maxrajlariga to'xtaladigan bo'lsak, sod harfida til orqa qismi ko'tarilib, havo yon qismidan chiqadi. S, S. Yuqoridan ko'radigan bo'lsak, mana bu yashildagi qism havo chiqadigan qism. S, S. yoki so deb talaffuz qilinganda ham, so deb o'qilganda ham tilni orqa qismi ko'tariladi. S, 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 S. Sin harfida esa tilni uch qismi ishlaydi, orqa qismi ko'tarilmaydi. Ya'ni havo tilni uch qismidan yuqori tangni orasidan chiqadi. S, S. Yuqoridan ko'radigan bo'lsak, yashilda mana havo chiqadigan joy. S, S. Yon tomondan ko'radigan bo'lsak, tilni orqa qismi ko'tarilmaydi. S, 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 S. Fa harfi esa til uchi va yuqori oldingi tishlar orasidan chiqadi. Mana shu havo ham mana shu yerdan chiqadi. Til uchi ozgina chiqariladi tashqariga. F, F. Yuqoridan ko'radigan bo'lsak, F, F. Yon tomondan ko'radigan bo'lsak, F, 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 F.